Allah! Juma tongini g'usul bilan boshlagan yaxshi. Shu suvni yetkazishim kerak. Uvol bo'lmasin. Shu ovqat saharlikka yetib ortadi. Boriga shukr Allohim. Halol rizq bergin. Bu jonivor ham bizga omonat. Alloh bergan ne'matiga shukr. Ey Makka ahli! Juma vaqti bo'ldi, kech qolmang. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. السلام عليكم أبو بكر الصديق. السلام عليكم يا عمر بن الخطاب. Alhamdulillah, bugun kunim yaxshi o'tdi. Payg'ambarimiz sahobalarni ham ko'rish nasib etdi. Hammasiga shukr, boriga shukr. Shu videoning 3-qismi chiqishini xohlasangiz obuna bo'ling va kommentlarda 3-qism deb yozing. Qancha ko'p komment va obuna bo'lsa, 3-qism albatta chiqadi.